Do'mboqchalarim, tez yaqinroq o'tirib olinglar. Sizlarga zo'r yangiligim bor. Qachongacha o'zimizda yo'q birovlarning figurasiga qiziqamiz a? Davaychi shu figuraga 21 kunda o'zimiz erishamiz. Ko'ngilli kiyganimizda baqbaqalarimiz, qorinlarimiz, yog'larimiz sezilib qolyaptimi? Emizikliman, bola emizaman deb vashi bahona qilmang. Chunki bu bahonani men ham qilganman. Bola emizaman, agar dieta qilsam sutim qochib ketadi deb o'ylardim. Mana bolam shu 1 yoshi 9 oylik, lekin hali ham qo'shimcha ovqatlar yemaydi. Dieta qilmasimdan oldin, ya'ni to'g'ri ovqatlanmasimdan oldin farzandimning ichi bir kunda bir mahal qotib kelardi. Hozir to'g'ri ovqatlanyapman, vaqtida yeyapman. Alhamdulillah farzandimning ichi 2 mahal kelyapti. To'g'ri ovqatlanishda faqat sizga qimmat retseptda yozib berishganmi? Yo'q, bu dieetolog va shu unaqa emaslar. Ya'ni sizni sharoitingizdan kelib chiqqan holda uyingizdagi tabiiy mahsulotlardan sizga retsept tuzib beradilar. O'zim 21 kunlik NL mahsulotini 890 mingga sotib olib ichganman, lekin rezultat ko'rmaganman. NL mahsulotlarni faqatgina puli bor odamlar ichib yurishini maslahat beraman. O'xshagan qo'lli 1 yilda bir marta pul ko'radigan jonkalarim, sizlarga maslahat bermayman. Sog'lom, osilmasdan, chiroyli bo'lib, ozish kurslariga inshaalloh 1-2 kunda start beradilar. Narxi nech pul desam, o'zi aslida $100, lekin sizdan keladigan mijozlarga 350 ming dedilar. To'xtang, nima deyapsiz? Men jonkalarim yengildan keyin zo'r qomatga erishish kerak dedim-da, 99 ming qilib berasiz kursingizni deb aytdim. 99 minglik kurslar ochiq qizlar joylar. Men o'zim 2 kun ichida 1,5 kilo vес tashadim. Davaychi jonkalar, chiroyli qomatlarga erishib, chiroyli ko'ylaklar kiyamiz. Rasmda ko'rsatilayotgan yog'ni qaranglar, qanchalik xunukligini. Ekranda qoldirgan nomerimga tezroq aloqaga chiqib, tezroq kurslarni sotib olinglar qizlar. Bunaqa zo'r imkoniyat boshqa bo'lmasligi mumkin. Qo'ldan chiqazib bormang. Ozamiz jonlarim, ozamiz, go'zallarim.